yurak sohasida achishish, yurak sohasida siqilishi, yurak sohasida kuyish belgilari paydo bo'ladigan bo'lsa, infarkt oldi qo'ng'irog'i bo'lishi mumkin. Bu aynan stenokardiyaning tipik belgilari hisoblanadi. Stenokardiya o'zi nima? Stenokardiya bu yurakning ishlashi uchun yetarli darajada qon tomir orqali kislorod va oziqaning yetib kelmasligi hisoblanadi. Biz agarda qo'pol qilib o'xshatadigan bo'lsak, mashinaning motoriga shlankalar orqali yetarli darajada benzin kelmasligi, shlankalarning bo'g'ilib qolishi, to'lib qolishi sababli benzin kelmaydigan bo'lsa, motor yurishga qiynaladi yoki motor to'xtab qolishi mumkin. Bu aynan odamning yuragida kuzatiladigan bo'lsa, stenokardiya va yurak xuruji keyinchalik esa infarktga olib kelishi mumkin. Yurakdagi stenokardiyaning birdan bir sababi yurakning ishlashi uchun ta'minlanadigan qon tomirining to'rayishi hisoblanadi. Stenokardiya bu yurakning menga yordam kerak degan qo'ng'irog'i hisoblanib, biz bunday holatlar kuzatiladigan bo'lsa, darhol kardiologga murojaat qilishimiz kerak bo'ladi. Agarda bu kasallik davolanmaydigan bo'lsa, keyinchalik bu infarktga olib kelishi mumkin. Miokard infarkti degani yurakning qaysidir qismi 20, 30, 40, hattoki 50% qismi to'qimasi o'lib, uni o'rniga o'lgan to'qima, keyinchalik esa chandiqlar hosil bo'ladi. Eng ayanchlisi, chandiqqa aylangan yurak devorlari bu nogironlikning bir belgisi hisoblanadi. Stenokardiyani davolashning 3 xil usuli mavjud. Birinchidan, vaqtinchalik dori-darmon bilan davolash mumkin bo'ladi. Ikkinchi usuli bu yurak tomirlarini stentlash amaliyoti hisoblanadi. Uchinchi usul esa oyoqdan tomir olib yurakka ulash, ya'ni aorta koronar shuntlash, AKSH operatsiyasi deb nomlanadi. Aziz yurtdoshlar, o'lim qo'ng'irog'i bo'lmish stenokardiya belgilari sizda kuzatilayotgan bo'lsa, darhol kardiologga murojaat qiling.